Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kompyuter o'z kanalining a'zolari. Bugungi videorolikda aziz do'stlar, Microsoft Office dasturiga muqobil bo'lgan ikkita bepul dastur, LibreOffice hamda VPS Office dasturlarini kompyuterga qanday qilib o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Bu dasturlarni albatta o'rnatish uchun bizga ularning setup fayli kerak bo'ladi. Sizlar buni Telegram kanalimdan ham olishingiz mumkin yoki brauzer orqali internetdan yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Dastlab biz LibreOffice haqida ko'rib chiqamiz. Ushbu dasturni brauzerga kirib, dastlab internetdan yuklab olamiz. Qidiruv bo'limiga LibreOffice Download deb yozamiz. Bizda bir nechta saytlar kelib chiqadi. Aynan siz ushbu dasturni rasmiy saytidan yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Ushbu rasmiy saytga aloqani video ostidagi opisiyaniyada qoldirib o'taman. Rasmiy saytida mana bunday oyna chiqadi. Ushbu yerdan o'zimizga kerakli bo'limni tanlaymiz. Bizning operatsion sistemamiz qanday ekanligini hamda razryadi qanday ekanligini tanlab, bu yerdagi download tugmasini bosamiz. Va so'ngra bizda ushbu dasturni avtomatik tarzda yuklab olishni boshlaydi. Mana aziz do'stlar, ushbu dasturni yuklab olishni boshladi. Menga kerak emas, men buni yuklab olgan edim. Xo'p, yuklab olganingizdan so'ng shu dasturni ustiga kelib o'ng tomonni bosamiz. Hamda bu yerdan ustanavik tugmasini bosamiz. Bizda mana bunday oyna chiqadi. Aziz do'stlar, bu yerdan dali tugmasini bosamiz. Bu yerda bizga ikki xil variant taqdim etmoqda. Ikkinchi bo'limni tanlab turib dali tugmasini bosadigan bo'lsak, bu yerdan ayrim qismlarni olib tashlashingiz mumkin bo'ladi. O'zingiz bir chekkadan ko'rib chiqib, lekin bizga bu unchalik ham shart emas. Shuning uchun birinchi bo'limni tanlab dali tugmasini bosamiz. Bu yerdan mana bu ikkinchi bo'limni ham tanlab qo'yishingizni tavsiya qilaman, chunki eskiroq formatdagi fayllar bo'ladigan bo'lsa, uni ham ochishga yordam beradi. So'ngra esa ustanavik tugmasini bosamiz. Xo'p, dastur o'rnatilgunga qadar men sizga bir nechta ma'lumotlarni berib o'tsam, LibreOffice dasturi 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Aynan ushbu dasturni ishlab chiqargan aniq davlat yo'q. Ushbu dasturni ishlab chiqargan tashkilotning bosh ofisi Germaniyada, Berlinda joylashgan hisoblanadi. Dastur juda ham yaxshi, yengil ishlaydi. Microsoft Office dasturiga nisbatan ancha kompyuter resurslarini kamroq iste'mol qiladi. Va juda ham yaxshi qulay taraflaridan biri, kompyuter hadeb reklama chiqaravermaydi va 100% to'liq bepul dastur hisoblanadi. Hozirda Microsoft Office dasturlarining barchasi pulli hisoblanadi. Ushbu dasturni ko'pchilik piratskiy versiyalarini olib kompyuterga o'rnatishmoqda. Albatta bilasiz, piratskiy dasturlar kompyuter uchun, bizning operatsion sistemamiz uchun xavfli hisoblanadi. Shuning uchun men sizlarga mana shunday piratskiy kerakli bo'lgan dasturlarning o'rniga muqobil versiyadagi dasturlarni men sizlarga tanishtirib o'tmoqdaman. Aynan mana shu Microsoft Office dasturiga muqobil bo'lgan eng yaxshi ikkita dasturlarni men sizga bugun ko'rsatib o'taman. Xo'p, LibreOffice tarkibida aynan Word, Excel, PowerPoint kabi dasturlar yo'q, lekin uning o'rniga boshqacha nomlanadigan, aynan shu formatlarni qo'llab qo'yiladigan dasturlar bor. Ularning nomini mana ekraningizga chiqarib qo'yaman. Shu yerdan batafsil tanishib olishingiz mumkin. Xo'p aziz do'stlar, mana dastur o'rnatildi. Bu yerdan Gatov tugmasini bosamiz. Mana aziz do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan bir nechta bo'limlar chiqmoqda. Excel dasturining o'rniga mana bu dasturni, Word dasturining o'rniga mana bu dasturni, PowerPointning o'rniga esa mana bu dasturni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Hozir bitta Excel listni ochib ko'ramiz. Xo'p, mana aziz do'stlar, bizdan mana bunday oyna chiqdi. Ko'rib turganingizdek, bir oz interfeysi noodatiroq, ya'ni Microsoft Office dasturini doimiy ishlatib yurganlar uchun bir oz noodatiroq ko'rinishi mumkin. Lekin juda ham yaxshi ishlangan, ko'pgina bo'limlarni yaxshilab qarab ko'rsangiz, ishlatishga menimcha qiynalmaysiz degan umiddaman. Aziz do'stlar, men o'zim Word, Excellarni unchalik ham ko'p ishlatmayman, lekin o'zimga kerak bo'lgan bir nechta bo'limlarni men sizlarga ham ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yerda eng ko'p ishlatadigan bo'limlarim mana bu yerda joylashgan ekan. Barchasi juda ham sodda va klassik usulda joylashgan. Mana bu yerda Zoom bo'limini ko'p ishlataman. Mana bu joyda eng kerakli bo'lgan joylardan biri обычный страница hamda разрывный страница degan bo'limlar yo'q ekan. Bu yerda yo'q bo'limni mana bu joydan video orqali ko'rib olishimiz mumkin. Bu yerda обычный holatda turibdi.
razriv stranitsa deb bosadigan bo'lsak, mana bunday aynan pechatga chiqadigan bo'limni bizga ko'rsatib beradi. Va yana bir juda ham yaxshi xususiyatlari bor. Bu aynan pechatga berganimizda prosmotr bo'limining borligi. Ya'ni VPS Office dasturida ushbu bo'lim yo'q. Mana bu o'zimiz chiqarayotgan dokumentni mana bu yerdagi holatini ko'rsatib beradi. Microsoft Office'da shu funksiya bor, kattaroq ko'rsatadi va mana shu xususiyati men uchun juda ham qulay va eng yaxshi bo'lim hisoblanadi. Xo'p aziz do'stlar, endi VPS Office dasturini ko'rib chiqamiz. VPS Office dasturini meni Telegram kanalimdan yoki brauzer orqali yuklab olishingiz mumkin. Brauzer orqali VPS Office skachat deb yozamiz. Mana birinchida o'zining rasmiy sayti kelib chiqmoqda. Ushbu rasmiy saytga ham aloqani video ostidagi opsiyaniyada qoldirib o'taman. Ushbu yerga kirib yuklab olish tugmasini bosamiz. Xo'p aziz do'stlar, ushbu dasturni yuklab olganimizdan so'ng dasturning ustiga kirib o'ng tomonga bosib, Открыть tugmasini bosamiz. Xo'p aziz do'stlar, bizda mana bunday o'yin chiqadi. Bu yerdan xohlasak, parametr bo'limiga kirib, diskni o'zgartirishimiz yoki mana bu yerdagi bitechkalarni olib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Yaxshisi hech narsaga tegmaymiz. Bu yerdan mana bu yerga bitechka qo'yib, Установить tugmasini bosamiz. VPS Office dasturi 1989-yilda Xitoy kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Aynan Microsoft Office dasturiga juda ham interfeysi o'xshaydigan dastur hisoblanadi. Ushbu dastur tizim resurslarini juda ham kam iste'mol qiladi. Hattoki LibreOffice dasturidan ham kamroq iste'mol qiladi. Juda ham yengil ishlaydigan, usvaiz bepul bo'lgan dastur hisoblanadi. Ushbu dasturni ham Word, Excel hamda PowerPoint ga muqobil bo'lgan dasturlari mavjud. Aynan Word, Excel, PowerPoint yo'q, o'rniga muqobil bo'lgan dasturi bor. Aynan mana shu ekranda qanday nomlanishini ko'rib olishingiz mumkin. Ushbu dasturning yana ham plus tarafi, kuchsiz kompyuterlarda ham juda ham yengil ishlay oladi. Masalan, Microsoft Office dasturlari kuchsiz kompyuterlarda biroz qotib ishlasa, aynan VPS Office dasturi kuchsiz kompyuterlarda juda ham yengil va tez ishlaydi. Kamchiliklari faqat bepul versiyada reklamalari bor va premium versiyani doimiy tarzda tavsiya qilib turadi va to'liq ochiq manbali emas. Yana bir qulay tarafi, VPS Office dasturi PDF fayllar bilan ishlaydi. Xo'p, mana aziz do'stlar, dastur o'rnatilib bo'ldi. Bizda mana bunday o'yin chiqadi. Bu yerdan premium versiyani tavsiya qilmoqda. Bu yerdan mana bu joydagi belgini bosib chiqib ketishimiz kerak bo'ladi. Dasturning interfeysi mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Bu yerdan endi biz chiqib ketsak ham bo'laveradi. Bu yerdagi obnovit tugmasini bosishimiz shart emas. Bu yerda premium versiyasini tavsiya qilmoqda. Mana ko'rishingiz mumkin, mana shunday fayllari mavjud. Bu yerdan masalan Excel listini ochib ko'ramiz. Mana aziz do'stlar, VPS Office dasturining interfeysi juda ham oddiy, oson va Microsoft Office dasturiga juda ham o'xshash hisoblanadi. Hatto mana bu joydagi обычный hamda разрезный страница degan bo'limlar ham Microsoft Office ga o'xshab turadi. Bu dasturni mayda-chuyda kamchiliklarini aytib o'tdim. Menga yoqmaydigan bir dona katta kamchiligi bor, u ham bo'lsa, fayllarni pechatga berayotganda prosmotr funksiyasi yo'qligi. Balkim bu funksiya qolganlarga juda kerak emasdir. Menga ko'proq ushbu funksiya kerak bo'lgani uchun mana shu funksiyasi juda ham muhim hisoblanadi. Ushbu funksiya aynan LibreOffice dasturida mavjud. Bu dasturda esa yo'q ekan. Lekin boshqa taraflama olib qarasa, masalan Microsoft Office dasturiga interfeysi juda ham o'xshashligi, juda ham yengil ishlashligi, bepul versiyaligi juda ham yaxshi hisoblanadi. Har bir ikkala dasturning ham o'ziga yarasha qulayliklari va yengilliklari va kamchiliklari mavjud. Eng asosiysi, ikkala dastur ham bepul hisoblanadi. Har xil piratsky Microsoft Office dasturlarini o'rnatgandan ko'ra, mana shu ikkita bepul bo'lgan Office dasturlarini sizlarga tavsiya qilib qolaman. Xo'p aziz do'stlar, kundan kunga, yildan yilga texnologiyalar rivojlanib bormoqda. Mana shunday yangiliklardan, mana shunday dasturlar haqidagi videolarni tez-tez kanalimga chiqarib boraman aziz do'stlar. Agar sizlarga shunday videolar kerak bo'lsa, Computer.uz kanaliga obuna bo'lib qo'ying hamda Telegramdagi kompyuter dasturlari kanalimga ham obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya qilib qolaman. Xo'p aziz do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.